o'tdi. 4-qitim. 1-qitimdan 4-qitim o'tgandan farqini so'zlaymiz hozirjima balla. Muborak olsun, bizning burchak o'tib ketdi manaka. O'tdi 1-qitim. O'zingizning yurak so'zini deb ham 1-qitim nima ish qo'ymadingiz? Birinchi fursatingizda. 1-qitimda uchrashib qoldim. Ma, hatto kelib uchish qolmaydigan qizlar aytgan manaka. Manda bo'lib o'tamaydigan ish qilgan, jiqim fursat 0. Ikkinchi qitim fursatda vizdimirlar o'tadi. Meshqlar yaxshi o'g'ilsin, birinchi qitim o'tamasmi? O'zini tutib olgansa, temkinlik asosida ikkinchi qitim mayda vizdimirlar ketdi. Men kichik nimalarni ketamiz o'tamaydiganligini his qildingizmi? His qildim men. Balg'an yurak so'zini qasib tavsiya qilib qo'yna. Menga olgandan bir ko'rgan a'lo deb degan ashu kelib o'zingni ko'zingni bilan ko'rib qiysanlar. Bana müşmelimge men aşu dastlab qitimda müşmelimge tizimni tutdim. Başdan oyog'ima ega olab, mana birinchi qitimda qilib o'tib ketdim. Shunda ben xo'shilib ketdim. O'qish pul orqali pravnash degan mana shu o'quvchimiz shunda o'quvchimizdan bizsa boshda aqlman tizimni deb oyoqgacha o'zim bir qilib ega olgan o'quvchimizdan bizsa. Endi birinchi qitimda o'tdi lekin ikkinchi qitim fursatda shopirlik o'qiydigan bolalar endi haqiqatan shu o'zing yurib 3-tur kelgan chog'da o'zingni eng pul keladigan, eng chiqim topadigan, eng vaqt keladigan, eng oson qoladigan turning bismi 3-tur. Ham eng ish ketadigan turning bismi 3-tur. Shundan şeyda. Shu. Ben xo'shilib ketdim. Qanday ifoda etsam bo'lar? Yaxshi, muborak olsun. Rahmat. Ma o'quvchimiz mana 4-qitim fursatda o'tdi. Bu o'quvchimiz 3 qitim o'tolmay. Kinishga olgan bolalar. Mendan qishimga Mishmalimiz deb kelgan. Kinishga olgan bolalar mishmalimiz deb kelsak bo'ldi ekan. Men nechqatim izlab topolmay. Ta'sir nokta mana men kinishkini olmayman deb o'tgandim mana o'tdim degan manka. Buni men qo'zg'ansam 3 qitim o'tolmadim. Kinishga olmaygan bo'ldim desam men tepdim manka. O'tib ketdim degan. Sen jamoani kelsak bo'ldi. Manka ma o'quvchimizdan biz bek yiroqqa kelgan nerdan keldi? Yoshana boshqasi. Boshqonchi degan yerdan 2 soat yo'lni olib keldi. Endi mishadikanda asos bo'lgan ishonchim, men ishonganlik uchun mishadim. Men o'tsam mosli o'tay, kuysam mosli kuyib ketay deb bir necha qitim boshqa yinib ozroq bo'lib ko'ngil azayab, ishtiroq ko'ngillar suv ichmaganlik uchun kelib ekan. Shuning uchun men ham ko'ngil bilib qildim. Men o'zim moslashda ancha-muncha haqiqatan inkaslar oz chiqib qoldi. Bek chon tutdim. Hatto qo'llarga shish bilan ancha tayqib qo'yalar bormi yo'qmi? Rost deymiz, qo'rqsanglar ikkinchi kalanmaysizlar. Chon tutdim, bu qilmasa Şahit zalim bulabilir. Mesela çın tüketmişsem Bo'lsa shagird olib bo'lar. aşina bir şarait tutib, biz netice erişish uchun tam kutdik. Shuni uchun o'zim ko'rdi. Endi o'zim ishlab qildim, bir kun ishida 300 ga qo'l ishlaydi ekan. Ya bir qitim yo'qa o'tamay qolsa, anda bir necha ziyon tortdi. Shuning uchun unimni ko'rsatdik hamda o'sha o'rgangan bolalar, shu boladan ulgilab bilgan son internet o'zlagan sonlar o'tashni anjur bo'ldi. Shunda butun turlar qatorida eng chiqib turgan turlar bizsa, eng ayoqlar qisman turlar bizga Qanam uyunan bolalar o'zinglar shu yaxshi bir yutish usuли, yaxshi bir ma'no topasiz. Eng kichik o'tazisham o'zinglar foydali. Mana birinchi qitimdan 4-qitim men farqini sizlab bersam, o'sha 3-turdan birinchi qitim o'tamagan bolalar 250 ko'p o'tayapti. Birinchi qitim o'tib ketgan bolalar asosan shu buku qolmagan ekan, faqat 250 ko'y intamni to'lab namchirislar, masalan, 4 qitim o'tamagan bolalar qolsa 250 ko'yni to'lab qolsa, 1000 ko'y buku to'laylar. Shundan yo'qmi? Men mishan ketgan farqim shu. O'tamaganda qilsa, har bir qitim o'tamasanlar shu base ko'ydan, 1000 ko'ydan ziyod bo'lardi, buku pul to'laysizlar. Shuni tushuntirning. Asli 4-qitim 5000 o'tgan bolalar har qanday eng kasbasa 4000 ko'ydan 5000 ko'y chiqim tortdi. 4-5 qitim qolib qolgan bolalar farqim shu. Boshda tushun qilmasak, oyoqqa chiqimni bilmagan chiqim o'zlariga paydo bo'laverdi. Shuni chiqim shu birinchi qitim internet tushuntiringlar. Yaxshi o'ynanglar, bek estad ma'lumotlar, bek qatiqinglar. Bo'lmasa vaqtingiz ketadi. Bu pul to'laysizlar, nurg'un o'shiq ziyonlar sizni kutib turmoqda. Shuning uchun hamda tunji qitimda sizlar bir o'zinglar ishonch qilgan odam bilan mashq qilinglar. Ishonch qilgan odamga shu umid bog'lanib, oyoq bog'lanib cho'qim o'tibsizlar. Don undan bilan aqlasam bo'ldi.